Agrolife. Burni oqaveradigan, burni artib qiynalib ketgan bitta bola burni plastik operatsiya qilib tepaga qaratib qo'ysa, burnini tepaga qaratib qo'ysa, burni toshib ketadigan bo'ldi. Keyingisi. Sanchachi opalarimizning yostiqi uch-mushak bo'lar ekan. Turon. Bir tomchi suv daryoga tushib ketib, o'zini yo'qotib qo'yibdi. Keyingisi. Chiroyli emas qizlarga Instagramda yozsang tez javob qaytarar ekan. Yozib ko'rgansiz-da. Bitta prostatiti bor, muzlatgich tagidan suv qo'yib yurar ekan. Qorni katta akalarimiz sakragan paytda kindiga deb tomilar ekan. Turon. Maktabga komissiya keladi deb o'quvchilarga she'r yodlatgan ekan. Komissiya kelmay qolibdi, bitta o'quvchi kelib, ustoz endi mana bu she'rlarni qanday unutsak bo'ladi dermish. Yaxshi. Keyingisi. Bitta dehqon akamiz dalada yovvoyi o'tlarni yulatsa, bitta o't chiqib, aka sekinroq torting, tomirim tortishib qolyapti dermish. Bir qizning yuzidan chiqqan o'g'ri hali qizga qarab, opa uzr, men yuzdan emas, boshqa yerdan chiqishim kerak deb kirib ketdi. Keyin Hindistonda uyi yo'q bolalarga maktabda uyga vazifa bermas ekan. Labini botoks qildirgan, yasama kiprik qo'ydirib olgan, yuziga makiyaj qildirib tashlagan, hamma joyini shir plastik operatsiya qildirib olgan bitta qizga otasi qarab turib, "Qizim, ona ikkalamizni ovora qilib nima qilarding? O'zing yasab olsang bo'lar ekan." Keyingisi. Bir kuni bir chorshanba, payshanbaga qarab, "Murod, ertaga nima plan?" Bitta shnur yo'q deysan, Sony mikrofon, shnur bor mikrofon qarab, "Ostingda bu narsa osilib yozilsa, naqul emasmi?" debdi. Keyingisi. Bir ko'chada yetilib yotgan mishok, vaqtda biz ham paket edik debdi. Sheyxlarni uyiga borsa ham eshigi sheyx etib ochilar ekan. Turon. Burni oqa beradigan bir bola sekman qiz bilan turib, "Jonim, bu yoqqa boraylikmi? Bu yoqqa boraylikmi?" desa, "Ali qiz, shu yerga boraylik" debdi. Demak, Agrolife jamoasi 0.9, Turon jamoasi 0.9. Lekin oxirgacha intriga bo'ldi.